Lamborghini Urus mashinasi. Obzorni ko'ringlar akalar. Jaydar obzor. Bu mashinamiz o'zi qop-qora, mana ko'ryapsizlar. Bamferiga urmaganmiz. Qolgan hamma joyga urib bo'ldik. Old orqa bamferiga urib yorsak, xudo xolasa, hamma joyi mana shunaqa metalik bo'ladi. Mana. Ish sifatiga baho berasizlar. Mashinamiz yonib turibdi. Ayniqsa yomg'irda вообще idealniy ko'rinadi mashina bor-ku. Gap bo'lishi mumkin emas. Konkretniy sport car. Mana stoykalarni ham urib qo'yganmiz. Polniy razborka bo'ladi. Yechib, chochib hamma narsa zavorotlargacha qilinadi, bo'lmasam qora rangi bilinib qoladi. Hamma ishi bitgandan keyin hop, prayomlarigacha jidkiy poliuretan sepiladi keyin. Mana mashtlari ham shu rangdan bo'ladi. Bu broneplyonka 2 v 1. Ham rangi o'zgaradi, ikkitasi birda. Ham mashinani kuzovini, lak va kraska qatlamini himoya qiladi. Istalgan turdagi mashinalarga rangsiz va rangli broneplyonkalarni yopishtirib beramiz. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa premium klassdagi mashinalarni ham xudo xolasa ishonib topshirsanglar bo'ladi. Bitta saloniga sayohat qilamiz sizlar bilan. Mana, ozgina bardak, e'tibor bermaysizlar chunki ish progress davom etyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Like bosib qo'yinglar. Hammaga mana shunaqa mashinalar olib haydash nasib qilsin. Mashina kapot qismi karbon, original. Bamper teg qismlari ham karbonda. Hop, kolesni arkalari, paroglari hammasi karbonda akalar. Mana. Rostakasim original karbon. Xizmatlar bo'yicha murojaat qilsanglar bo'ladi. Pastdagi nomerlarimiz aloqada.